Akalar, mana Aziya Sibir bozoridamiz. O'sha islohotlar borasida qurilgan el yurtga savdogarlarimizga birinchi navbatda yaxshi bo'lsin deb qurilgan mana bu savdo markazidamiz. Shunday tovarlarni, mollarni chiroyli kelishiga, islohotlarga hissasini qo'shayotgan yaxshi savdogar aka-ukalarimiz bilan bir suhbatdamiz. Shularning fikrini bilamiz. Salomsiz aka, joningiz tinchmi? Mana shu O'zbekistonda boshlangan islohotlar mana Rossiyada davom etyapti. Oldin boshqa bozorlarda bo'ldingiz, Rossiyaning boshqa joylarini bilasiz. Hozir mana yangi islohot borasida bo'lgan bozorga kirdingiz. Bu yil mana shu erta bahordan boshlab mana kechki kuz sezon tugayapti. Savdoni qildingiz. Bu bozorda o'zgarish bormi? Bozorda o'zgarishlar yaxshi, ochildi, yengilliklar bor. Yangi bozorga rasxodlardan ancha arzon. Yangi bozor rasxoddan 55 mingga rasxod bo'lyapti. Bu bozorda 20 ming rasxod, 30 ming rasxod, patologiya 30 ming rasxod. Eski bozorda 50 mingdan oshiq rasxod bo'lyapti, bu yerda 25 ming, 30 ming rasxod bitta. Bu degani 25 ming arzon, bayda bemalolchilik, o'zingning uyingda suvdan qilib yaxshi. Mana shu ishga bir harakat qilgan bir qonuniy ushli detillar bor. Toshkentda, Moskvada mana bozor rahbariyati bor. Bularda olib borayotgan ishlarga qanday qaraysiz? Rahmatlar ishlarga zo'r olib borishlar, bozorlar ochib berishning ancha zo'r bo'ldi. 100%. Albatta bu yerda ancha sharoit juda ham yaxshi. Biz tomonga juda ham yaxshi bo'ldi. Savdogarlar tomoniga sharoit juda yaxshi. Mashinamiz 2 kun, 3 kunlab ko'chada foydalab turmaydi. Kiramiz, joyimiz o'zimiz, joyimiz aniq. Qo'yamiz, savdo qilamiz, qo'yib yuboramiz, hech nimasi yo'q. Mana 8 oy bo'lishiga qaramasdan ancha ko'p ishlar qilindi. Bu ishlarda albatta juda ham tasavvur qila olmaydigan ishlar bo'lyapti. Bozor rahbariyati bularda olib borayotgan ishlarga qanday qaraysiz? Alloh darajada. Yana ham yaxshi sharoit qilib beramiz deb harakat qilayotgan ushludillarimizga bir tilaklaringiz, bir istaklaringiz yoki bir takliflaringiz. Endi qanaqa, masalan 7 oy, 8 oyda rezultat yomon emas. Yaxshi. Shu islohotlar borasida tuzilgan bozorda mana savdoni qildilaring. O'zgarishlar, yaxshilik tomonlari bormi? Zo'r o'zgarishlar, sharoitlar, joylar, hammasi zo'r sharoitlar. Mana shu bozorlarda ochilishi ham oson ish bo'lmaydi, o'zlaring bilasizlar, har tomonlama. Mana shu bozor rahbariyatiga mana shu ishlarda bo'lishiga, islohotlar bo'lishiga harakat qilgan Toshkentdagi homiylarga, Moskvadagi homiylarga bir gaplaringiz, so'zlaringiz, bir qanday baho berasizlar shularga? Hammalarga ming rahmat. Shunchalik bozor erkin bo'ldi, xotirjamlik. Eng muammo yo'q. Salomat. O'sha joy muammosi yo'q, yaxshi bo'ldi. Joy monopoliya yo'q, joyning muammosi yo'q. Eng muhimi mana akalar, nima bo'lishidan qat'iy nazar mana shu elni, yurtni yuzini ko'rsatadigan sizlar iloji boricha shu kasbkorlaringizga yaratgan barokat bersin, sifat uchun harakat qilinglar. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling.